Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan kesim haqida gaplashamiz. Ya'ni gap bo'laklaridan gapning mazmuniy markazi kesim hisoblanadi. U boshqa bo'laklarsiz ham gap vazifasini bajarishi mumkin. Ya'ni boshqa bo'laklarsiz ham gap bo'lib kela oladi. Kesim nima qilmoq, nima bo'lmoq, kimdir nimadir, qayerdir kabi so'roqlarga javob bo'lishi mumkin. Demak, kesimlar so'roqlardan kelib chiqsak ham qaysi turkum bilan ifodalanishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Birinchisi fe'l kesim, ikkinchisi ot kesim. Fe'l kesim nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib, faqat fe'l turkumi bilan ifodalangan so'zlarga nisbatan fe'l kesim deyiladi. Masalan, men o'qidim degan gapini olsak, bu yerda nima qildim, o'qidim kesim, kim, men egasi. Va men o'qidim asosiga e'tibor beramiz. Fe'l turkumi bo'lganligi uchun buni biz fe'l kesim deb tahlil qilamiz. Ikkinchi turi ot kesim. Ot kesim kimdir, nimadir, qayerdir kabi so'roqlarga javob bo'ladi va fe'ldan tashqari so'z turkumlari bilan ifodalanadi. Demak, kesim fe'ldan iborat bo'lsa, fe'l kesim, fe'ldan tashqari turkumlar bilan ifodalansa, bular ot kesim hisoblanadi. Fe'ldan tashqari turkumlarimizga ot, sifat, son, olmosh, ravish kabi so'z turkumlarimiz gapda kesim vazifasini bajarishi mumkin. Va bular qanaqa kesim deb o'rganadigan bo'lsak, bularni biz ot kesim deb tahlil qilamiz. Masalan, yurtimiz chiroyli desak, chiroyli qanday bo'lib gapda kesim, yurtimiz egasi bo'lgan chiroyli sifat turkumi hisoblanganligi uchun turkumi sifat va mana shu chiroyli qanaqa kesim? Bu ot kesim hisoblanadi. Sababi kesim fe'l emas, fe'ldan boshqa sifat bilan ifodalangani uchun. Kitoblar ko'p, ko'p kesim, kitoblar nima egasi. Ko'p ravish bilan ifodalangan ot kesim hisoblanadi. O'zbekistonning poytaxti Toshkent. Toshkent kesim, poytaxti egasi va O'zbekistonning aniqlovchi vazifasida kelyapti. Bu yerdagi Toshkent ot so'z turkumi bilan ifodalangan ot kesim hisoblanadi. Demak, ot kesimlarimiz fe'ldan tashqari turkumlar bilan ifodalanishi mumkin. Va shu o'rinda e'tibor qilgan bo'lsangiz, Toshkent ot kesimdan oldin tire qo'yilgan. Bu tire nima sababdan qo'yilgan desak, ot kesimimizda kesimlik qo'shimchalari yo'q. Shu sababdan ot kesim va eganing o'rtasiga tire tinish belgisidan foydalanamiz.